Paracetamol, Nurofen, Ibuprofen temperaturamiz ko'tarilganda ichamiz, lekin o'z zarari juda ham katta ekan. Hozir aytib o'taman. Birinchi zarari, agar och qoringa paracetamol ichsangiz, oshqozonning devorlarini yallig'lantiradi, o'yandada asosida gastrit yoki yazvaga olib kelishi mumkin. Ikkinchi zarari 38-38,5 bo'lganda biz ko'pincha ichamiz, u holatda mumkin emas. Chunki organizm shu infeksiyaga qarshi antitela vyrabotovat qiladi, o'shani harakat qiladi, o'z kuchi bilan o'ldirishni bakteriya, viruslarni. Agar 38,5dan ko'proq bo'lsa, unda 39 bo'lganda misol ichsa bo'ladi. Ungacha nima qilish kerak? Yana savol tug'iladi 38,5gacha. Ko'pincha iliqroq suv ichish kerak. 1,5-2 litr bir sutkada suv iste'mol qilish kerak va osta nam latta yoki dokkani olasiz, tanangizga surtib chiqsangiz ham, bu ham juda ham temperaturani tushirtiradi, yaxshi tushiradi. Uchinchisi zarari hepatotoksik, ya'ni jigarga zarari katta, asosida jigar kasalligiga uchraysiz. To'rtinchisi bu pochkalarga, ya'ni buyraklarga ta'siri juda ham katta, asosan gidronefroz, pielonefroz bo'lishi mumkin. Mana shu uchun harakat qilinglarki, temperatura ko'tarilganda paracetamol, Nurofen tushirishga, ko'proq iliqroq suv ichish kerak.